Og'zi asosda-da. Mana. Nada aziz bo'ldi. Agajo. Oradan bir asfaltmış bu Tayland'da. Adam okudum. Mama. Qarsa. Çabuk mu? Mana. Dumlaqa. Stokan. Çıkarmıyor arkadaşlar bunu. Mana shunday yangi ko'prik qurilishi o'ylaymanki, avvalo bu eng avvalo fuqarolarimizni, aholimizni qulaylik yaratish maqsadida qurilgan bu ko'prigimiz. Buning uchun eng avvalo hukumatimizga, muhtaram prezidentimizga katta rahmat aytamiz. 2 milliardga yaqin byudjet mablag'lari ajratilib, mana shunday ko'prik qurildi. Bunda bevosita quruvchimizga ham juda katta minnatdorchilik aytamiz. Mana shu ko'prigimiz hammamizga muborak bo'lsin, yaxshi kunlarimizga xizmat qilsin. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Mehmonimizga so'z bermoqchiman. Shavkat Sardorovich, O'zbekiston Respublikasi Kasaba uyushmasi federatsiyasidan boshqarma boshlig'i. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar, hurmatli hamyurtlar. Bugun haqiqatda bu mahalla ahli uchun qo'shalar bayrami. Ham konstitutsiyamizni qabul qilganligini 33 yilligini ham ko'pdan buyon orzu qilingan, mana shu nihoyatda juda chiroyli qilib bitkazilgan ko'prikni topshirish marosimida qatnashayotganimizdan juda ham xursandman. Albatta mana bu yerda bolajonlarimiz maktabga, bog'chaga, poliklinikaga mana hurmatli ayollarimiz. Mana shu endi o'zimizni dinimizda ham bir narsa borki, yo'l qurgan, ko'prik qurgan, suv chiqargan